Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz foydalanish hurmatli yurtdoshlari. Bugun sizlarga 1 millionchi dasturchi loyihasidan sertifikat olishni o'rgatib qo'yamiz. Hozirgi kunda 1 millionchi dasturchi loyihasi emas, 5 million dasturchi loyihasi bo'lgan iLearnDesk platformasiga aylangan shu saytdan sertifikat olishi va Finlandiyaning EP kursini o'qib sertifikatini olishni o'rgatib qo'yamiz. Va bugungi video darsimizni boshladik. Brauzerga kiramiz. Qidiruv tugmasiga iLearnDesk.com deb yozamiz. iLearnDesk platformasini bizga ochib berdi. Yangicha dizayn tashkil qilindi. Courseraning 5 ta yo'nalishi, Alisanning 5 ta yo'nalishi, Arlance'dan 5 ta, Huawei'dan 22 ta kurs, EP'dan 17 ta, 5 million sun'iy intellekt dasturchidan 4 ta kurs, IT ta'lim uyushmasidan 8 ta kurs, IT Studio'dan 26 ta kurs, Selectbox'dan 2 ta kurs joylanibdi. Biz EP'ga kiramiz. Buning uchun ro'yxatdan ham o'tib olishimiz kerak. Kirish tugmasini ham ustiga bosamiz. Ro'yxatdan o'tish. Ro'yxatdan o'tishi yana ikkita usuli bor har doimgidek. Guvohnoma orqali va pasport orqali. Yoshingiz yetmagan bo'lsa, metrkangiz orqali ro'yxatdan o'tasiz. Pasportingiz bo'lsa, ID kartangiz orqali ro'yxatdan o'tkazsangiz bo'ladi. Ro'yxatdan o'tayotganimizda bizdan ID karta serial raqamini kiritamiz. Tug'ilgan yilimizni, faoliyat turini tanlaymiz va ro'yxatdan o'tish tugmasini ustiga bosamiz. Demak, ro'yxatdan o'tishni boshladik. Bu yerga ma'lumotlardan biz elektron pochtamizni kiritamiz, telefon raqamimizni va o'zimizga parol kiritamiz. Parolni bilamiz, 8 ta belgidan kam bo'lmasligi kerak. Va keyingi tugmasini ustiga bosamiz. Pochtangizni tekshiring, pochtangizga xabar yuboriladi dedi. Pochtamizda xabarni tekshiramiz. Mana xabar kelibdi. Ustiga bosamiz. Link ustiga bosamiz. Bizga kurslarni ochib berdi. Xohlagan kursimizni o'qishimiz mumkin ekan. Platforma yangilangan hozirgi kunda. Biz Finlandiyaning EP saytiga a'zo bo'lib o'qishimiz kerak edi. Kichkina olib tashladim. 17 ta kursni bizga ochib berdi mana. Xohlaganimizni kirib o'qishimiz mumkin. Ma'lumotlarni himoya qilish asoslarini tanlaymiz. Kurs davomiyligi 1 soatdan 1,5 soatgacha ekan. Salin ustiga bosamiz. Start kursini ustiga bosamiz. Kursni boshlaymiz.
Start kursi. Kursi bizga ochib berdi mana. Kirish qismi. E'tibor bersangiz mana shu yerda aylana 11% turibdi. Mana shu kichkina yashil qilsa bizga sertifikat. Mana shu birinchi bosqichni tugatamiz. Keyin mana bu etaplarni tugatishimiz kerak. Pastdagina hammasi bitishga chiqishi kerak. Materiallarni ko'rdik, lekin savolga javob bermaganimiz uchun aylana oxirigacha to'lmadi. Shunday qilib qolgan kurslarni ham o'qib chiqishimiz kerak. Tepadagi bo'limlarni hammasini ichga qildik. Endi oxirida bizda lesson 6 da finalni start quizni test berar ekan. Demak, shu testni yechishimiz kerak bo'ladi. Demak, boshladik. Mana testni yechib bo'ldik. 5 ta savolda 5 testdan 4 tasiga to'g'ri javob berdim. 80% natija bo'lganligi sababli bizga sertifikat berdi. Sertifikatni yuklab olamiz. Sertifikatni yuklab olish uchun bizga get sertifikati ustiga bosamiz. Ism familiyamizni, pochtamizni kiritib jo'natishimiz kerak. Send ustiga bosamiz. Pochtamizga kiramiz. Pochtamizda ketdi sertifikat. Yuklab olamiz sertifikatni. Skachatib qolamiz. Ochib ko'rdik. Hurmatli kanalimiz foydalanuvchilari, bugun sizlarga Finlandiyaning API saytini sertifikatdan olishni o'rgatib qo'ydik. Bugungi video darsimizga yakun yasaymiz. Keyingi video darslargacha ko'rishguncha xayr deb qolamiz. Bizni kanalimizni kuzatishda davom eting. So'nggi yangiliklar bo'ladi albatta yana.